Yevropaning yuragi Pragaga sayohatim qanday o'tdi? Ertalab Polshadan avtobusda Pragaga yetib keldim. Yevropada avtobus va poyezd vokzallari juda ham qulay. U yerda ovqatlanish zonalari, dam olish joylari, telefonda zaryadlash uchun barcha sharoitlar mavjud. Keyin darhol metroga tushdim va bir kunlik chipta sotib oldim. 6,5 yevro evaziga shaharning istalgan nuqtasiga bemalol harakatlana olasiz. Birinchi manzilim Dancing House bo'ldi. Bu binoning ustki qavatidan butun Pragani balanddan tomosha qilish mumkin. Daryo bo'ylab suzayotgan kemalar manzarasi esa alohida zavq beradi. Keyingi manzilim Praganing eski shahri bo'ldi. Aynan shu yerda juda qadimiy astronomik soat joylashgan. Aytishlaricha bu soat 1400-yillardan beri ishlaydi va agar u bir kun to'xtab qolsa, shahar baxtsizlikka uchrarmish. Eski shahar me'morchiligi esa alohida dunyo. Gotika, barokko va renessans uslublari bir-biriga uyg'unlashgan. Shuni ko'rib o'zimcha o'ylab qoldim. Bizning Samarqanddagi Registon qaysi uslubda qurilgan ekan? Agar bilsangiz, izohlarda yozib qoldiring. Eski shahardan to'g'ri Karol ko'prigiga yo'l oldim. Bu ko'prik Pragadagi eng mashhur joylardan biri bo'lib, shaharga tashrif buyuradigan 9 million sayyohning deyarli har biri aynan shu ko'prikdan o'tadi. Chexiyadagi sayohatim davom etadi. Keyingi qismini o'tkazib yubormang. Sahifamga obuna bo'ling.